Assalomu alaykum gruppadoshlar. Bugun 20-fevral. Space Coronamizni 30 kilodan mana shu qoplarda standart qildik. Mana bug'doylari, ular hammasidan, arpalari hammasidan bor. Ichida xudo xolasa. Qo'rg'olari bor, arpasi bor, bug'doyi bor, boshog'i bor, boshqasi bor, hammasi bor xudo xolasa. Xullas hozir ko'rsatib beraman. Mana arpa, bug'doy, qorovul hammasidan bor mana. Kilosini 2600 so'mdan beramiz. Yana kelishamiz xudo xolasa. Mana shu holat. Davlasi juda chiroyli. 2600, 2500 so'm bo'lishini qilib beramiz. Bug'doy ham bor, arpasi ham bor, hammasidan bor. Xudo xolasa. Keyin bizda zernoya отход. Ana. Endi buni narxi boshqa, buniki Space Corum, bu zernoya отход bu. Narxi ikki xil bo'ladi. Bunun narxini 2200 so'm beramiz. Mana. Mana bug'doylar. Ko'pchilik biladi buni. Qo'ylariga, mollariga ham berib ham ko'rgan. Mana dona. To'lladan. Bunun narxini 2200 beramiz. Mana. Mana, mayda don. To'lla. Xudo xolasa oyog'ida ham baraka topadi. Buni qopi. Tak. Mana bug'doylari. To'lla. Mana. Qopi 30 kilo, 29 kilo, 25 kilo shunaqa chiqyapti. Buni kilosini 2300 dan beramiz, xudo xolasa. Sifati juda zo'r lekin. Mana. Mana bug'doy. Ozgina qismda mana donlari, mayda donlari juda ham ko'p. Endi bu paxta bariga. Mana yumshoq bo'ladi. Buni kilosini 1600 so'm, yana kelishtirib beramiz. Boya videoda ko'rsatganlarimda hammasidan bor. Bundan olsalaring ham bo'ladi. Buni narxi 1600. Mana bu paxtaligi bor. Paxta barik, chanoq. Mana chanoqlar ichida mana ko'p chiqadi chanoq. Mana tagida. Mana bular endi barikdi. Chang-pang emas bu, boshqa emas, mana barik. Mana bu yirikroq barik. Mana bunisi mayda barik bo'ladi mana. Chang emas bu. Bu narxini 1500 so'm qilib beramiz. Buni narxini 1600 so'm qilib beramiz. Bulardan ham bor, bulardan ham bor, hammasi bir joyda. Boyaga aytganimizdek. Bundan ham bor. Bunun narxi 2200 dan. Bundan ham ob'yom bor. Keyin bu yoqda Space Corum bor.
ob'yom bor. Normal ob'yom bor, xudo xolasa, narolarda ham bor. Zakaz beraverasizlar, xudo xolasa. Ko'rsatgan videolarimni hammasi bir joyda, xudo xolasa. Olib ketaverasizlar. Mana Zernat xud.